Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun men iskana payvand haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Iskana payvand xato yo'l ekan. Daraxtni xullas tugatish ekanda umrini. 300 tup olma bor edi shu yerda. Iskana qilamiz deb respublikada nomi chiqqan iskanachilarni olib keldim. Bahor oyi, mart oyini boshi edi. Meva berib turgan bog'ni yangi navga o'zgartiramiz deb iskana qildik. Mana shu ahvol. Mana iskana payvand xato narsa ekan. Ko'klashi juda ham qiyin bo'ldi. Mana shu holatda. Yonidan chiqarib oldi yovvoyi yoki anaqasidan. Endi ushlagani ham bor. 300 tupdan bir 50 tup ushladi. Ushlagani ham mana shu holatda sinib ketar ekan. Mana shu iskanani ushlagan holat. Bu ham sinaman deb turibdi. Qattiqroq shamol bo'lsa mana bu ham tagi mo'rt bo'lar ekan. Shuning uchun iskana payvandga ja qiziqmaylar, sababi bog'ni undan kurtak payvand qilgan ma'qul ekan shoqiga. Yangi shoq yoki pastroqda yosh shoqlar bo'lsa, shunga kurtak qilgan ma'qul ekan. Bir ikkita akalarning gapiga kirib, iskana effekt beradi dedi. Iskanachini ham rosa nomi chiqqanini olib keldik. Mana ushlagan, lekin mana shu ham mo'rt turibdi-da. Ishonch yo'q bunga. 300 tup olmadan gideta bir 30 tup qolgan. Qolgani bari kesilib ketdi. Iskana qilgandan yangi bog' qilib qo'ygan ma'qul ekan. Men endi buni ogizgani ulgurmadim, sababi ichida ekin ekish kerak edi, vaqt qisqa edi. Bu yerga urug' ekdik, ko'chat urug'ini. Endi mana bu yerdan payvand qilganmiz, kurtak payvand. Yonidan chiqqaniga. Endi 1-2 yil kutamiz. Shuning uchun iskana payvandga ja qiziqmaylar. Sababi endi uyda, xonadonda 5 tup, 10 tup bo'lsa, qissa bo'lsa kerak, lekin kattaroq bog'da iskanaga mumkin emas ekan. Maslahatim oshiqcha rasxod, oshiqcha mehnat qilib ana qilmaylar. Bu olma en ko'klovchi narsa, beor narsa bo'ladi. Olmada shuna bo'ldiki, boshqa daraxtlar bilmadim. Endi ushlasa bunga o'xshab ushlagan mana bir 20-30 tupi bor, lekin bu ham mo'rtda, shamolda sinyapti. Qattiqroq shamol bo'lsa. Kurtak payvand ma'qul narsa ekan. 300 tup olmani qilgizganmiz. Yoshi ham katta emas edi, bir 4 yosh, 5 yoshli olmani kesganmiz. Bilmadim endi xatolik kimdan o'tdi bilmadim. Lekin iskanachini nomi chiqqanlarni olib keldim. Ushlamagan. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kerakli maslahatlarni berib boramiz.